Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Limonadagi obyektimiz fasad terma izolyatsiya ishlari mana davom etyapti. Mana e'tibor bersanglar, oynalar arichni ketgan. Oynaning atrofini atkoslari chiroyli chiqish uchun hozir dilerlardan biz arichni PVH uголокlarni ham zakaz qildik. Bu obyektni baraka qilib kelishuv bo'ldi. Material o'zlaridan bizdan faqat sifatli montaj. Hozirgi kunda hamma talaba takliflarni hisobga olib imkon qadar men yaxshiroq materiallarni ishlatishga harakat qilaman, lekin ikki xil paket, ya'ni usluga aynan izolyatsiya bo'yicha ikki xil paket uslugani qilib qo'ydim. Ya'ni standart va premium. Sifat umuman o'zgarmaydi, faqat materiallarda, misol uchun bu mahalliy baza qilaman, lekin ikki xil paket, ya'ni uslub farq qiladi. Shuni ham qo'yilib bemalol murojaat qilaveringlar. Imkon byudjetinglarga qarab aytganimdek sifat umuman buzilmaydi, faqat materiallarning hisobidan o'zimizni xizmatlarimizni ko'rsatamiz.